Avvalambor assalomu alaykum. Demak, bugun 2009 dekembrda tushgan reaksionga doir bir masalani yechimini qilmoqchimiz sizlar bilan. Maxsus biokimyo Abdullayev kanali uchun. Demak, bu masalani yechishdan avval, ya'ni masalani o'qib mantiqi uchun olishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni nima deyapti? Keling, shuni siz bilan birgalikda bajaramiz. Xo'p. Kaliy berilgan, mana kaliy berilgan parchalandi. Qolgan qolliq tarkibida, mana shu eng aniq joyi qolgan qolliq tarkibida degan joyga chizib olamiz. Chunki bu yerda reaksiyada mana shu qolgan qolliq tarkibida kaliy va kislorod atomlari nisbati qanday bo'lib qoldi? 1 ga 3,6 nisbatda. Endi qaysilar? Kaliy va kislorod atomlari. Endi bizdan nimani so'rayapti? Bizdan reaksiya unumini so'rayapti. Biz mana shu gapni shunday bilishimiz mumkinki, kaliy permanganatning hammasi parchalanmagan. Men oddiygina yozib ishlab qo'yamiz. Bismillah deb. Demak, kaliy permanganat parchalanganda kaliy manganat, manganez 4 oksidi va gaz holatda kislorod ajraladi. Ya'ni 2017 7-sinf kimyo darsligidagi reaksiyalar kislorod olish mavzusidagi reaksiyalardan biri. Demak, mana shu reaksiya bo'ladi. Buni oldiga 2 qo'ysak reaksiya teng bo'ladi. Xo'p, bu masalani ishlashdan oldin reaksiya unumini aniqlang dedimi? Demak, e'tibor beradigan joyimiz bu yerda ortib qolgan kaliy permanganat bor. Shuni hisobga olishimiz kerak. Ortib qolgan yozib qo'yamiz. Ya'ni kaliy manganez 6. Endi mana shu ortib qolgani va sarflanib ketgani dastlab o'zimizdan 1 mol deb olsak, buni qanchasi kirishganini bilamizmi? Yo'q, bilmaymiz. Bilmaganimiz uchun buni o'zimizdan xohlab ixtiyoriy sana olamiz va mana bu nisbatga to'g'rilab olsak, bizda ahamiyati bo'lmaydi. Shuni buni boshqacharoq belgilab olaylik. Xo'p, reaksiyaga qarali bo'lish uchun buni men masalan xohlagan sonni olishingiz mumkin. Men 2x ta oldim. Nimaga? Mana bu songa qarali. Shuni tagida ham 2 bo'ladi. Demak, buniki qarang. Tagida 2 bo'lsa, 1 bo'lish kerak, oldida 1. Lekin bizga kaliy atomi kerak. 2 ga 1, 2. Shunda mana bu ham 2x bo'ladi. Keyin betga 1 mol asl reaksiya bo'yicha molekula. Degan atom soni 4 ta kislorod bor. Bizga ya'ni 4x ta bo'ladi. Ya'ni bu kislorod, bu kaliy. Bitta kaliy bormi? Yo'q, nima bor? Oldida 1 bor, 2 ta kislorod bor. Atom. Shunda 2x ta kislorod atom bor. Mana bu kislorod hisobga olinmaydi, chunki bu qattiq qolliq tarkibida. Shuning uchun chizib qo'ydim. Bu reaksiyadan chiqib ketadi, buni hisobga olmaymiz. Biza bunaqa 2 so'z qo'yib buni hisobga olmaymiz. Xo'p. Endi bizga yana bir qattiq qolliq degan uchun ortib qolgan kaliy permanganat bor-ku. Mana ortib qolgan. Shu ortib qolgani ham hosil bo'lgan moddalar bilan birga turadi, albatta. Ahamiyati yo'q. Demak, bunda qanday ishlaymiz desak, dastlab 1 mol bor edi, undan 2x reaksiyaga kirib ketgan bo'lsa, 1 minus 2x. Demak, bu yerda ham xuddi shunday 1 minus 2x bor. Buni sizga tushuntirish uchun yozayapman. Aslida bunaqa murakkab bo'lmaydi, oddiy bo'ladi. Endi biz mana oson usulda ishlaydigan bitta sizga men yonidan usul yozib beraman. Usul emas mana. Kaliy bilan kislorod atom nisbati 1 ga ya'ni 3,6 bo'lsa, kaliylar shundan tepada 2x kaliy plus boshqa kaliy yo'q.
pastda bor. Kalli permanentda oldi. Kalli bitta bo'lgani uchun 1 minus 2x o'zi yoziladi. Kislorod tepada parchalanganda manganat tarkibi 4x plus 2x oksidi tarkibida va mana bu yerda 1 minus 2x 4 ga ko'paytirib yozadigan bo'lsak 4 plus 8x bo'ladi. Mana shuni ishlab qo'yamiz. Bu juda oson. Ya'ni mana 4 ga 2 6x ni beradi. Mana bu plus 4 minus 8x bo'ladi. Men ikki plus yozib qo'ydim. Chunki men o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda, mana bu yerda 1 minus 2x bo'ladi. Bu yerda minus 8x bo'ladi. Shunda minus 8x bo'lgandan keyin bu x'lar o'zaro qisqarib ketadi. Ya'ni 4 plus yozilmaydi, minus 2x bo'lib qoladi. O'sha narsani hozir o'zini yozib qo'yamiz. Qayerga kelganini tushuntirdim. O'zini yozib qo'ysak, reaksiyani o'zida ishlab olasiz. Ya'ni oson bo'ladi. Shunda 4 minus 2x. Bo'ldi, ishlaymiz qarang. 1 ga ko'paytirsak 4 minus 2x ni o'zi yoziladi. 3.6 ni 2x ga ko'paytirishdan avval shoshmay turamiz. 2x bilan mana 2x yeyishib ketadi. Ya'ni nullashib ketadi. Shunda agar buni ham o'chirib qo'ysangiz, yana doston bo'lib qoladi. Ko'ryapsizmi qanaqa osmon bo'lib ketyapti? Demak, bu holatda bo'lgandan keyin 3.6 o'zini yozib qo'yasiz. Agar siz 0.4 minus x plus 2x bo'ladi. X teng 0.2 0. 0.2 bo'ladi. Hali ham javobda 20% degan javob yo'q. Ya'ni bir molimiz 100, 0.2 miz qancha desiz 20 chiqadi. Unaqa qilishga shoshilmang. Nimaga? Chunki biz x deb olmadik. Biz mana bu yerda 2x deb olganmiz. E'tibor berganmiz 2x deb olganmiz. Shuning uchun 2 ni ko'paytiramiz 0.2 ga, shunda 0.4x bo'ladi. 0.4x debman. 0.4 bo'ladi. No. X o'rniga 0.4. Endi biz dastlab o'zimizdan bir mol olgandik. O'shamiz 100%, 0.4imiz qancha desak 40% bo'lib chiqadi. Demak, javob bizda C ekan. Buni agar tenglamasini tuzib bering tushunmadim desalaringiz, mana bitta tenglamasini tuzib beraman. Kalli bilan kislorodning nisbatini olasiz. Tepaga kallilar yozasiz 2x, boshqa kalli yo'q. Ortib qolganda bor qo'shilgan 1 minus 2x. Pastga kislorod yoziladi. Kislorodlar demak 4x, boyaga qora cho'kman tarkibida 2x plus 1 minus 2x. Ortib qolgan kalli permanentda ko'paytirsak 4 ta kislorod qoladi. Mana shu tenglamani ishlasak ham x'imiz baribir 0.2 chiqadi. Ya'ni bular tenglamani yaxshi ishlayman deganlar uchun. Mana shu keyin yana bu yoq bunga tushaveradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Tushungan bo'lsangiz xursandman. Demak, bu biokimyo kanali uchun maxsus edi.